Bu sigir hayvonlar ichidagi eng omadlisidir, chunki u Yaponiyaning mashhur va juda qimmat turadigan Wagyu go'shti uchun yetishtiriladi. Bu go'shtning narxi 500 grammi uchun 120 dan 300 AQSh dollarigacha, ya'ni oddiy mol go'shtidan deyarli 40 baravar qimmatroq. Shu sababli yapon fermerlari ushbu sigirlarni marmar tuzilishga ega sifatli go'sht olish uchun o'ziga xos usulda parvarishlaydi. Bu sigirlarning barchasi noyob zotli, bokira urg'ochilar. Ularni yuqori sifatli don, o't va maxsus ozuqa qo'shimchalari bilan boqishadi. Hatto yog' sifatini yaxshilash uchun achitqili ichimliklarni ham ichirisharmish. Ammo faqat ovqat emas, stress ham go'sht sifatiga ta'sir qiladi. Shu bois fermerlar sigirlarga xotirjam va qulay sharoit yaratishga harakat qilishadi. Ular keng joylarda yashashadi, yoqimli musiqalarni tinglashadi va diqqat qiling, ularga muntazam massaj seanslari o'tkaziladi. Lekin sizlarga ushbu go'shtdan ham mazalirog'ini tavsiya etamiz. Ansor tushonkalari baribir ham boshqacha.